keyin bilsalaringiz, o'tgan darslarda mushukni golden hourga, ya'ni sariq, ya'ni bomdod yoki peshinni vaqtiga o'xshatib bitta rangda qilib ko'rgandik color gradingda. Buni ham shuni qilib ko'ramiz hozir. Hozir keyingisini uchalasida qilib ko'ramiz. Birinchisi quyoshli, mana overcast sunny deb yozamiz. Ikkinchisi agar bulutli bo'lsa overcast, agar tumanli qilmoqchi bo'lsak foggy deb yozamiz. Mana bu ham golden hourda zo'r chiqdi. Buni esa oxirgi weather deb qo'yamiz, ya'ni havo, sunny weather. Keyin oxirgi yana bitta zo'r narsa qo'ysak bo'ladi. Shot in National Geographic deb qo'ysak, bu hayot bilan o'sha bog'lab beradi, ya'ni hayotiyroq qilib beradi. Sunny dedim, keyin mana bu yerda National Geographic deganimga sifatdan ancha tabiiyroq berdi. Keyingisi bulutli, buni ham kopiya qilamizda. Mana bu yerda weather o'rniga overcast deymiz. Keyin hozir men ko'rgan bo'lsalaringiz, bunga sunny weather qolib ketibdi. Overcast bermoqman ikkinchi generatsiyaga. Endi unga o'tamiz. Tumanliga. Uning uchun foggy deymizda. Weather
endi natural lighting degani ham bor. Bu tabiiy rang, ya'ni tabiat bilan mos. Uning uchun yozamiz portrait. Bo'ldi. Yozdim. O'sha portret foto mana elf qiz, mana tabiiy rang, natural lighting, landscape o'rma. Keyin mana lamachron dedim. Hozir ko'ramiz bunlarni. Lamachron. Color. Bu yerda yaxshi chiqarib bermadi. Mana bu yerda mana low contrast, keyin mana bu issiq ranglar aralashtirib lamachron deb yozsak o'shani rangini beradi. Buni ChatGPTda ham ko'ra olishlaringiz mumkin. Buni просто terminini yodlab olganman. Zo'r. Endi mana bu quyoshning nurida biz orqadan bersak ham bo'ladi. Girl. Keyin bu yerga yozamiz. Light from behind desak, buni o'chirib qo'yamiz. Demayman, to'rtalasidan faqat mana bittasi o'xshadi. Light from behind, mana orqa tomondan beryapti. Hozir bularni ham ko'ramiz. Menimcha bular hammasi o'xshadi. Narigi tomondan light from behind deganmizki, shu orqa tomonni yaxshilab beradi. Oyna tomondan rang berish ham bor. Oyna tomon yorug'lik tushadi bilsalaringiz. O'shani ham bir qilib ko'ramiz. Portrait photo in a room. Xonada. Keyin mana bu yerda 35 mm qilsak bo'ladi. Bu kameraning obyektivi. Smesh mana. Elf girl. Keyin lighting. Lighting through window. Oyna tomondan yorug'lik. Shadows on face, yuzga soyasi tushadi. Keyin mana bu yerda stilizatsiya bor, bilsalaringiz, o'sha stilization deyiladi. U masalan qancha kuchli bo'lsa, o'shancha darajada o'sha rasmga detal qo'shib beradi. Hozir mana bu stilization ko'paytirib, mana bu yerda 1000 qildim. Hozir 1000 da stilizatsiyasini ko'ramiz, ya'ni 1000 darajada ko'proq qo'shib beradi. Keyingisini 500 qilamiz hozir mana. Keyingisini esa
0 qilamiz. Ya'ni 1000 da ko'proq detalniy bo'ladi, 500 da kamroq, 0 da juda ham kam почти. Bu 500 lik stilizatsiya. Men ko'rgan bo'lsalaringiz, men yozdim. Yuziga men soyasi tushib turibdi quyoshni. Juda zo'r. Men xonani ichida deganman, shuni xona ichida o'tiribdi. Bunisi 1000. 1000 mana. Bunda detalniy ko'proq bo'lishi kerak edi, uncha ko'p bo'lmabdi. Hech qisi yo'q. Bunda men 0 qilganimizga ko'rdinglar, даже черный белый qilib qora qo'ydim. Endi mana bu ba'zi kinolarni, ba'zi o'sha operatorlarni beradigan rangi bo'yicha ham qilib ko'ramiz. Uning uchun yozamiz, masalan, foto of an elf girl. Quentin Tarantino degan rang bor, bilsalaringiz, shunaqa operator bor. O'sha color grading dan beradi. Color palette desa ham bo'ladi. Bu palitra. Hozir o'shaning rangidan berib ko'ramiz. Qani o'xshaydimi ekan? Color palette deb yozsalaringiz oxiriga. Mana Quentin Tarantinoga o'xshadi. Mana shu ikkalasi zo'r o'xshadi. Buni o'z kinolarini ko'rsalaringiz tushunasizlar. Men asosan shunaqa rang deb color grading qiladi, rang beradi. Bu ham o'xshadi. Endi Wes Andersonnikini qilib ko'ramiz. Bu ham o'xshadi. Wes Anderson. Buni ham yozib olinglar, juda kerak bo'ladi. Endi buni kayfiyatini bersak bo'ladi. Uni uchun yozamiz, masalan, birinchi happy expression portrait photo of an elf girl. Oxiriga yozib qo'yamiz. Hispanic cinematic virgul qilamiz. Cinematic still. Oxiriga natural lighting deb qo'yamiz. Ya'ni tabiiy rang. Yana 35. Mana kamera obyektivini yozib qo'yamiz. Keyingilariga masalan happy bo'lsa, keyingisiga samber deb yozamiz. Qayg'uli. Undan keyingisiga esa tired, charchagan deb yozamiz. Yana bittasiga scared, qo'rqgan deb yozamiz.
son bir. Bunisi esa happy xursand. Bu esa charchagan Tyrant. Bu o'xshagan mana shu ikkalasi. Bu esa scared, qo'rqgan. Qo'rqgan bo'lsa mana shu. Bu o'zi yaqin kelibdi. Bu ham o'xshaydi. Demak, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mana shu hammasini yozib olinglar. Bu nafaqat ushbu qahramonda har xil o'zlaringizga moslab shu xarakter yasab yoki bular siz ham o'zi rasm generatsiya qilganda foydalanishlaringiz mumkin. Demak, tushunarli bo'ldi degan umiddaman.